Voy, bolam qachon gapiradi? Hurmatli onalar, bolangiz qachon gapirishni bilishdan avval uning nima sababdan gapirmasligini bilishingiz kerak, ya'ni nutqsizlikning sabablari. Birinchi sabab: bola eshitmasa yoki zaif eshitsa, bu nutq rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Ikkinchi sabab: bolada ZPR, ZRR, ZPRR va autizm spektridagi buzilishlar bo'lsa. Uchinchi sabab: bolangizda muvozanat va koordinatsiya yomon bo'lsa, bu nutq mushaklarini ishlatishga to'sqinlik qiladi. Masalan, muvozanatni saqlash uchun kerakli mushaklarni ishlatish qiyin bo'lsa, bu til va lab mushaklarini boshqarishni qiyinlashtiradi. To'rtinchi sabab: nutqni tushunmaslik. Agar bola atrofdagi narsalarni, odamlarning gaplarini tushunmasa, u o'z fikrini ifoda etishda qiynalishi va nutqi kechikishi mumkin. Beshinchi sabab: sensor buzilishlar. Bolalarda gapirmaslikning sabablaridan biri sifatida sensor buzilishlar ham katta ahamiyatga ega. Oltinchi sabab: kommunikatsiyaning yo'qligi. Ota-onalar va atrofdagi muhit bolaning nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Agar ota-onalar bola bilan kam muloqot qilsalar va uni rag'batlantirmasalar, bu bolaning nutqini sekinlashtiradi.